shukr. videoga olsun. Mohira Ayting. O'tiringlar qani, o'tiringlar. Mohira o'sinda degana. Ochiq turibdi ayting. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hillazi at'amana va saqona va jalana minal muslimin. Allohim bugun sizni bizni sog' salomat turg'izib qo'yganiga, ko'zlarimizni ko'rsatib, tillarimizni sayratib qo'yganiga, shunday chiroyli noz ne'matlarni yedirib ichirib, jismi tanamizga hazm qilib qo'yganiga, barchamizni musulmon qilib qo'yganiga, shu manzil makonga kelganimizcha Allohim o'zi hifzi himoyasiga olib turganiga, siz bizga kelib turgan baloni qaytarib turganiga Allohim o'zingga cheksiz shukronalarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud va salom salovatlar bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'taraylik bilakni. Allohim bersin tilakni. Duoyimni farishtalar yo'llasin. Alloh o'zi hamisha qo'llasin. Hammamizni aytganimiz qabul bo'lsin. Murodimiz hosil bo'lsin. O'tirgan o'rnimiz yo'qolmasin. Umrimizga uzoq xayrli umr bersin. Xonadonimizga tinchlik, sog'lik bersin. Bosh egalarimizni, farzandlarimizni topganiga Alloh baraka bersin. Mana shunday chiroyli o'tirishlarimiz uzoq yillar davomli bo'lsin. Allohim qancha umr bersa, umrimizda rohatda, farohatda o'tkazish barchamizga nasib aylasin. Boshqa joylarga ham borish, sayohatlarga uzoq yillar borish hammaga nasib aylasin. O'tirgan o'rnimiz yo'qolmasin, ko'rganimiz faqat mana shunday yaxshilik kunlar, o'tirishlar bo'lsin ilohim. Nimaiki niyatimiz bo'lsa, qalbimizda tub-tubida ezgu niyatlarimizga Alloh yetkazsin. Elimiz, xalqimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, o'tirishlar davomli bo'lsin, bardavomli bo'lsin. Hammamiz mana shunday qatordan kam bo'lmaslik Alloh nasib aylasin. Sog' salomat keldik. Yana manzilimizga sog'lik, salomatlikda borish hammaga nasib aylasin. Amin. Sog' bo'linglar. Alloh yo'limizni bexatar qilsin. Bugungi kunimiz xayrli bo'lsin, ilohim. Amin. Yetkazganiga shukr, ko'rsatgan kuniga shukr.